Ko'krak bez saratonida xamirli ovqatlarni iste'mol cheklashmi yoki butunlay voz kechish kerak? Ko'krak bez saratonida ovqatlanish rejimi davolash jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Ayniqsa xamirli ovqatlar masalasi ko'plab savollarni keltirib chiqargan, chunki ularning ko'pi gormonal va metabolik jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xamirli ovqatlar nima uchun muammoli hisoblanadi? Ko'pchilik xamirli mahsulotlarda tez hazm bo'lmaydigan uglevodlarga boy, qondagi glyukoza va insulin darajasini keskin oshiradi. Insulin va EGF insulinga o'xshash o'sish omili orqali o'sma hujayralarining o'sishini rag'batlantirishi mumkin. Ko'krak bez saratonida ayniqsa gormonga bog'liq estrogen pozitiv shakllarda bu holat yanada muhim ahamiyatga ega. Oqartirilgan un va shakar xavfi. Oqartirilgan un mahsulotlari organizmni tez parchalaydi. Ortiqcha vazn yig'ilishiga olib keladi. Estrogen ishlab chiqarilishini kuchaytiruvchi yog' to'qimasini ko'paytiradi. Estrogen bu gormon hisoblanadi. Bu esa kasallik qaytalanish xavfini oshirishi, gormonoterapiya samaradorligini pasaytirishi mumkin. Uchinchidan, qachon ayniqsa cheklash kerak? Xamirli ovqatlar qat'iy cheklanish kerak bo'lgan holat bor agar bemorda qandli diabet yoki insulin rezistentligi bo'lsa, ya'ni sahrning kasalligi bo'lsa, ortiqcha vazn mavjud bo'lsa, an'anaviy davolanish fonida ishtaha buzilgan bo'lsa, ichak faoliyati sekinlashgan bo'lsa. Ko'krak bez saratonida xamirli ovqatlar to'liq taqiqlanmaydi, ammo ularni nazoratsiz ko'p iste'mol qilish kasallik kechishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng to'g'ri yondashuv sifatli, me'yorli va ongli ovqatlanish hisoblanadi. Sizda va yaqinlaringizda shu masala bo'yicha shikoyatlar bezovta qiladigan bo'lsa, bizga va yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.